O'rtoqlar, hammaga salom. Sizlar bilan Aida Taro. Lishni rasklad qildirmoqchi bo'lganlar, shopka profilda nomerim bor. WhatsApp orqali aloqaga chiqasizlar. Menda faqat WhatsApp, boshqa hech qanaqa sayt yo'q. Energiya men uchun bitta like, podpiska sizlardan. O'rtoqlar, hozir men 3 ta karta tashlayman, 3 ta karta qo'yaman. Har bitta savolingizga ha yoki da yo'q bo'ladi. Shunaqa bir video olsam sizlarga ma'qulmi o'rtoqlar? O'zingizlar fikringizni yozib qoldiringlar. Tak. Nima savol bo'lishidan qat'iy nazar farqi yo'q. Karta ha yoki da yo'q gapiradi. 3 ta karta qo'yaman. O'rtoqlar, 3 ta karta qo'ydim. 3 ta karta qo'ydim. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Kommentariyaga raqamingizni yozasiz va da будет так yoki da qabul qildim deb yozib qo'ying. O'rtoqlar, tanlab oldinglarmi? Tanlaylar. 1, 2, 3. Tak, ketdik o'rtoqlar. Men birinchi karta oldim. Savolingiz nima bo'lishidan qat'iy nazar, kartalar faqat ha yoki da yo'q javobini beradi. Qisqa va lo'nda har doimgidek. Birinchi kartani tanlaganlar. Birinchi kartani ochdim. Birinchi karta tanlaganlar o'rtoqlar. Javob ha. Savolingiz nima? Bilmayman, lekin javob ha. O'rtoqlar, ikkinchi kartani ochdim. Ikkinchi karta tanlaganlar. Javob yo'q. Uchinchi karta, o'rtoqlar, uchinchi kartani tanlaganlar. Uchinchi karta bilasizmi qanaqa chiqdi? Uchinchi karta ha emas, yo'q emas. Nima savol berdingiz bilmadim-ku, lekin juda ham uzoq muddatdan keyin bu narsangiz amalga oshadi. Ya'ni yoki da 1 yil, yoki da 5-6 oy. Ya'ni shu muddatdan keyin savolingizga javob ha bo'ladi. Lekin hozirda ya'ni bu kartam uzoq muddatli biror bir narsa degan ma'noni anglatadi. O'rtoqlar, shunaqa videolar, shunaqa bir karta tashlash sizlarga qanaqa ma'qulmi, yo'qmi? O'zingizlarning fikringizni har doimgidek yozib qoldiringlar. Kimga meni yordamim kerak bo'lsa, WhatsAppdan aloqaga chiqamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar o'rtoqlar.